Eri bo'la turib, ersizda yashayotgan ayollar eri yo'q ayollardan ko'ra 2 karra har tomonlama qiynaladi. Ham psixologik, ham jismoniy. Nimaga? Eri bor, zaksi bor, nikohi bor, lekin u erkak oila mas'uliyatini olmaydi, xotinini boqmaydi, farzandlarini boqmaydi. Farzand dunyoga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bolani mas'uliyatini olmaydi va hamma narsani ayolga to'nkab qo'yadi. U ayol bechora, ham eri bor, lekin eri mas'uliyat olmagan uchun ham ayol ham erkak bo'lishga majbur bo'ladi. Mana bu eri yo'q ayol чем-то u kutmaydi, что uni hayotida kimdir yo'q uni qilib beradigan va o'zi qiladi va bundan xafa bo'lmaydi. Eri bor ayol har gal erining vazifalarini qilganda uni ichidan o'tadigan og'riq uni ichidan kemiradi, ichidan yemiradi. U ayol bo'lib dunyoga kelganligiga, mana shu erga tekkanligiga o'zini qarg'ab, afsus chekib, la'natlab yashaydi. Eri yo'q ayolda u erkak yo'q-ku. U kutmaydi, uni kutuvi ham yo'q u erkakdan. O'sha uchun xafagarchiligi ham yo'q. O'sha uchun nima deydi? Vaziyatdan shunchaki taslimiyat bilan qabul qilish bo'ladi. Eng og'iri eri bo'la turib, lekin eri mas'uliyatni olmagan, eri o'zini erkaklik vazifasini qilmagan oilalarda ayollar eri yo'q ayollarga nisbatan 2 karra ko'p qiynaladi.